ko'rsatamiz. Bu elit bo'ladi va bunda ajoyib yangiliklar kuzatib borishingiz mumkin. Har kuni qiziqarli aksiyalar va buyurtmalar berishingiz mumkin. Hammasi bir zumda bajariladi. Kanalda post kirasiz va havolasidan o'zimizda botimiz va adminimiz turadi. Botga bitta kiramiz va startda boshlaymiz. Va bu yerda sizga bo'limlar kelib chiqadi. Buyurtma berish, buyurtmalar, pul ishlash, murojaat, hisobot va hisob to'ldirish va qo'llanma. Buyurtma berishdan boshlasak, buyurtma berish bu yerda siz o'ziga kerakli bo'layotgan ijtimoiy tarmoqlardan masalan zakaz qilishingiz mumkin. Telegram, YouTube, Facebook har xil ijtimoiy tarmoqlarga layklar, balki podpischiklar, obunachilar hammasida tekki xizmatlarimizdan bir. Eng ko'p qo'llanilgan Telegram bo'lgani uchun Telegram kiramiz va bu yerda o'ziga kerak bo'layotgan bo'limda hamma o'zi uchun tanlab olishadi. Mana Telegram obunachilar, abadiy chiqmayotganlar, Telegram premium obunachilar kafolatlangan va arzon obunachilar kimga arzon kerak bo'lsa, premium arzon obunachilar va reaksiyalari bor, masalan, reaksiyalar bo'limini tanlasangiz bo'ladi. Mana hammasini qaysi reaksiyani keraksiz hammasi berilgan. Ortga o'tamiz, yana ortga chiqamiz. Bu yerda Telegram uchun, bu Instagram uchun. Instagramga kirib hammasini obunachilar va kamayishlar hammasi bilmaga yaxshi tushuntirib borilgan. Instagram obunachilarni ortga qaytamiz. O'ziga kerakli bo'lgan xizmatlarni tanlashingiz mumkin. Yana bu tomonga o'tib boshqa narsalarda buyurtmalar bo'limi. Buyurtmalar bo'limidan siz mana tepada ijtimoiy tarmoqlarda qilgan zakazlaringizni kuzatib borishingiz mumkin. Ya'ni bu yerda zakazingizni holati, qanday holatda zakaz berilyaptimi, ular bajarishyapti, o'shani kuzatib borishingiz mumkin buyurtmalardan. Hisobim bu yerda sizga pasport emas, plastik berishadi. Plastikda siz pul tashlaganingizda sizni hisobingizda qancha buyurtmalar soningiz, referallar va ketgan pullarsiz hammasi kelib chiqadi. Bu yerdan siz hisobingizda qancha pul qolganligini ko'rishingiz mumkin. Xizmatdan foydalanganingizdan keyin pul ishlash bo'limi va do'stlaringizda va yaqin qarindoshlaringizda taklif qilgan holatda pul ishlasangiz bo'ladi bu bo'limdan. Referal taklif qilasiz. Hisob to'ldirish bu hamma oson. Mana quyidagi bir nima bosasiz va sizga karta raqami aytiladi va o'ziga kerak bo'lgan summani bu karta raqamiga to'ldirasiz va sizga admin tomonidan ruxsat etiladi va tepadagi Telegram, Instagram, YouTube, TikTok va Facebook Telegram kanallaridan siz o'ziga kerak bo'lgan miqdorda foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari murojaat bu yerda siz admin bilan to'g'ridan to'g'ri bog'lanishingiz mumkin. Bu yerda o'zingizni fikr mulohazalaringizni yozib qoldirasiz va siz admin sizga 1 soatdan 24 soat mobaynida tezkorlik bilan javob berishi